Ba'zi kishilarni ko'ramiz, o'zi ribodan, sudxo'rlikdan, haromdan pul topadi. Qilgan ishi faqat gunoh, ma'siyat. Shunga ham havas qiladiganlar bor-da. Qani edi menga ham shunday, Alloh saqlasin. Bunday kimsaga havas qilib bo'lmas ekan. Bunday kimsaga havas qilishlik o'shalar bilan gunohda barobar bo'lishlik ekan, Alloh saqlasin. Qilmaysiz bu gunohni. Qilishga imkoniyatingiz yo'q, pulingiz yo'q, lekin havas qilyapsiz. Orzu qilyapsiz, menda ham boyligim bo'lganda edi. Men ham kayfu safo qilib yurardim deysiz, Alloh saqlasin. Mana shu niyatingizni o'zi bilan o'shalarning gunohiga nima bo'lar ekansiz? Sherik bo'lar ekansiz. Yo bir kuchi ko'p, quvvati ko'p odamlarga zulm qilib yuradiganni ko'rsa yoshlar havas qiladi. Meni kuchim bo'lganda men ham mahallani zo'ri bo'lar. Men ham falonchilarni urib yurardim dedi, Alloh saqlasin. Gunohda teng dedilar payg'ambarimiz. Hali gunohni qilmasa